Ko'p qavatli uy qurish brendini patentlash necha pul? Sizni asosiy klassingiz 37-klass hisoblanadi. Shu klass orqali siz o'z faoliyatingizni patentlagan bo'lasiz. Agarda siz patent markazlarisiz o'zingiz Adliya vazirligi talabnomani topshirmoqchi bo'lsangiz, eng avval hujjatlarni to'g'ri to'ldirishni bilishingiz kerak. Agarda siz hujjatlarni hammasini to'g'ri to'ldirib, talabnomani shakllantirib, Adliya saytiga qo'yganingizdan keyin sizga Adliya vazirligi tomonidan invoice keladi. Invoice asosida siz to'lovni amalga oshirasiz. Sizni birinchi to'lovingiz, agar jismoniy shaxs sifatida patentlaydigan bo'lsangiz, 1 648 000 so'm to'lov qilasiz. Mana shu to'lovni amalga oshirganingizdan keyin 7 oydan keyin guvohnoma chiqadi. Shu 7 oy ichida rasmiy ekspertiza, mohiyat bo'yicha ekspertiza va Adliya vazirligi tomonidan yuborilgan so'rovnomalarga javob berishingiz kerak bo'ladi qonuniy tartibda va ya'ni talab qilingan vaqtda o'z o'rnida javob berishingiz kerak bo'ladi. Mana shu jarayonlar tugagandan keyin guvohnoma olish jarayoni bo'ladi. Guvohnoma olayotganingizda yana Adliya vazirligidan invoice keladi. Invoice'da 2802 000 so'm to'lov qilishingiz yozilgan bo'ladi. Shu to'lovni amalga oshirasiz va 10 yil muddatga siz o'z brendingizni patentlagan hisoblanasiz. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, bizning Instagram sahifamizga obuna bo'linglar, like bosinglar va bu videoni dom quradigan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.